Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar hamda abituriyent yoshlar. Bugun 7-mavzu tekis o'zgaruvchan harakatga ko'chish mavzusini yechimlarini boshladik. 7-masaladan demak boshlaymiz yechimlarni. 7-masala sharti. 20 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobilga tormoz berilgach, tezligi 30 metr masofada 10 metr taqsim sekundgacha kamaydi. Avtomobil tekis sekinlanuvchan harakat qilgan deb hisoblab, tezlanishning moduli va tormozlanish vaqtini toping. Demak, tekis sekinlanuvchan harakatda tezlik vektori va tezlanish vektori qarama-qarshi bo'ladi, ya'ni orqaga. Tezlanish topishimiz kerak va vaqtni topishimiz kerak ekan. Bizda formulalar, yo'l formulalarini yozgandik ma'ruzamizda. S barobar V o'rtacha ko'paytiruv T formulamiz bor. Mana shu formuladan V0 plus V taqsim 2 ko'paygan T formula bor. S barobar. Demak, mana shu formuladan biz vaqtni olsak bo'ladi. O'rniga qo'yamiz. 20 plus 10 taqsim 2 ko'paygan vaqt teng. Demak, yo'lga 30. Mana bu yig'indi bilan 30 bilan 30 qisqarsa, bu yerda birlar hosil bo'lyapti. T teng 2 sekund. Harakatlanish vaqti chiqdi. Ana endi biz tezlanishni osonroq topishimiz mumkin. Oniy tezlik formulasida V0 minus AT bo'ladi, sabab sekinlanuvchan harakat. V barobar V0 minus AT. Demak, oxirgi tezligimiz 10, dastlabki tezligimiz 20. Ayru A ko'paytiruv 2. Mana bu yerdan 10 ni bu tarafga, 2 ni bu tarafga olib o'tsak, 2A barobar 10. Bundan tezlanish kelib chiqyapti. A teng 5 metr taqsim sekund kvadrat. Demak, tezlanish va tormozlanish vaqti deyilgandi. Tezlanish bizda 5 chiqyapti, vaqt 2. 5 u 2 degan javobni topib qo'yapmiz. Bizda bu javob D variantda keltirilgan. D varianti. 9-masalaga o'tyapmiz. 9-masalada tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan jism T vaqtda S yo'lni bosib o'tdi. Tezligi n marta oshirdi. Jism tezlanishini aniqlang. Demak, bizga berilgan S bor, T bor va N bor. Vlarni o'zim yordamchi sifatida qo'shib oldim. Demak, S barobar va o'rtacha ko'paytiruv T, o'rtacha tezlik. Demak, NV plus V taqsim 2 ko'paygan T formula bilan topsak bo'ladi. Mana bu yerdan V ni olib chiqib ketsak, N plus 1 ko'paytiruv T taqsim 2 formula hosil bo'lyapti bizda. Ana endi tezlanish kiritishimiz kerak. Tezlanish kiritish uchun oniy tezlikdan foydalansak bo'ladi. NV barobar V plus AT tezlanuvchan harakat qilganligi uchun. Mana bu yerdan V ni olib o'tsak chap tarafga. NV ayru V barobar A ko'paygan T. V ni qavsdan tashqari chiqaramiz. 1 minus N minus 1 AT ga teng. Mana bu yerdan V ni topadigan bo'lsak, V teng AT taqsim N minus 1 formula hosil bo'ldi bizda. Ana shu hosil bo'lgan V ni mana bu yerga qo'yamiz. Sabab bizga V berilmagan, bizda N bor, T bor, A ni so'ragan. Shuning uchun mana shu yerga qo'yamiz. Demak, S barobar o'rniga qo'yib yozyapman. AT ko'paygan N plus 1 ko'paygan T taqsim mana bu ko'paytma mahrajga tushadi. 2 ko'paytiruv N minus 1. Ani ajratib olamiz endi bu yerdan. Ani ajratib olishimiz kerak ekan. Demak,
2 ko'paygan s ko'paygan n minus 1 mahlach bu tomon ko'paytirish bo'lib chiqadi. Barobar a ko'paytiruv t kvadrat. Mana bu ikkala t kvadrati beryapti. N plus 1. Mana endi a ni ajratib oladigan bo'lsak, ko'paytma bu tomonga bo'lish bo'lib tushadi. Ya'ni a barobar 2 s ko'paygan n minus 1 taqsim t kvadrat n plus 1. Mana shu formula hosil bo'lyapti bizda. Demak, bu javob bizda qaysi variantda berilgan? 2 ko'paygan n minus 1 ko'paygan s taqsim n plus 1 ko'paytiruv t kvadrat. S javobda keltirilgan ushbu formula. Demak, S javob. 22-masalada boshlang'ich tezlik bilan to'g'ri tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan jismning boshlang'ich tezligi va tezlanishi 3 marta oshirilsa, uning birlik vaqt ichida ko'chishi necha marta ortadi? Mana shunaqa necha marta ortadi degan savollarga asosiy formulani yozasizda, oson varianti s barobar 16 plus at kvadrat taqsim 2. Mana shu asosiy formula, to'g'rimi? Boshlang'ich tezlik va tezlanish 3 marta orttirilibdi. 3 qo'yasiz. Mana bergan 3 qo'yasiz. Xo'p. Mana shu yerdan ayni bir xil sonni, ya'ni 3 bir xil bo'lib qoldi. 3 olib chiqib ketsam bo'ladi qavs tashqarisiga. 3 ko'paygan va 0 t plus a t kvadrat taqsim 2. Mana keyingi holatda x deb olaylik. Boshlang'ich dastlabki holat bu s edi. Dastlab mana siyohli rangda yozdim-ku. S teng 0 plus at kvadrat taqsim 2 edi. Bizda ham shu holat mana 0 plus at kvadrat taqsim 2 bo'lyapti. Bu s ga teng edi, to'g'rimi? Keyingi holatda sx bo'ldi. Sx nimaga teng? 3 ko'paytiruviga teng shuni. Ya'ni 3 ta s ga teng. 3 ko'paygan s. Dastlab ko'chishi s edi, keyin 3s bo'lib qoldi. Demak, 3 marta ortadi. 3 marta ortadi. S javob. Formulaga qaraysiz, formula necha barobar o'zgaryapti? O'shani javobga olib ketasiz. Eng qulay, oson varianti shu. 23da tinch holatdan boshlab tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan moddiy nuqta yo'lning birinchi 1/9 qismini 1 sekundda bosib o'tdi. U yo'lning qolgan qismini necha sekundda bosib o'tadi? Demak, bu masalada 1/9 qismi, ya'ni umumiy yo'lda s deb oladigan bo'lsak, biz s/9 qismini t1 vaqtimiz 1 sekundda bosib o'tibdi. Qolgan masofani qancha vaqtda bosib o'tadi? Demak, t2 ni topishim kerak. Nimalar bir xil? Bu yerda tezlanish bir xil. O'zi fizikada, umuman olganda, masala ishlaganda ayni bir xil narsani topib qo'yish kerak xolos. Demak, tezlanish bir xil bo'lganligi uchun v0 boshlang'ich tezligi. Demak, 0 ga teng s taqsim 9 teng 16 plus at kvadrat taqsim 2 dan foydalanadigan bo'lsak, v0 0 ga teng bo'lganda at kvadrat taqsim 2 formula hosil bo'ladi bizda. At kvadrat taqsim 2 1 kvadrati taqsim 2. Mana endi mana bu yerdan tezlanishni topadigan bo'lsak, a barobar 2s taqsim 9. 2s taqsim 9. Va umumiy yo'l uchun s ni t vaqtda bosib o'tadi deylik. Umumiy yo'lni vaqtini topa olamiz biz. Demak, s teng va 0 boshlang'ich tezlikka olib kelsangiz, masala oson bo'ladi. Shuning uchun umumiy yo'l topyapmiz. Qolgan yo'ldan ko'ra umumiy yo'l topish osonroq. S teng, demak, at kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Mana bu yerda demak, s barobar
a o'rniga mana bu formulani olib kelamiz. Demak, mana bu yerga olib qo'yadigan bo'lsak, 2s taqsim 9 ko'paygan mahrajda 2 yuqorida t kvadrat va mana bu yerda s'lar qisqarib ketadigan bo'lsa, ikkilar ham o'zaro qisqarar ekan. Demak, bizda t kvadrat 9 ga tenglik kelib chiqyapti. Bundan t ikkala tomondan ildizga ursak 3 sekund. Bu 3 sekund vaqtimiz umumiy boshlang'ich vaziyatdan oxirgi vaziyatgacha bo'lgan vaqt hisoblanadi. Biz qolgan vaqt topishimiz uchun, demak, t1 da ayirishimiz kerak. Bu yerda t barobar t1 plus t2 bo'ldi umumiy. Shuning uchun t2 ni topadigan bo'lsak, t ayiru t1 t2 teng ekan. 3 dan 1 dersam 2 sekund. Demak, qolgan masofani 2 sekundda bosib o'tadi. C variantda keltirilgan ushbu javobimiz. Xo'p, 33-masalada moddiy nuqtaning ko'chish tenglamasi s teng 10t t kvadrat metrlarda albatta berilgan ekan ushbu tenglama. Demak, uning tezlanishi necha metr taqsim sekund kvadratga teng. Agarda hosila mavzusini o'tgan bo'lsanglar, yo'ldan hosila tezlikni beradi. Yo'ldan ikkinchi tartibli hosila, ya'ni 2 marta hosila olsak, tezlikni birinchi tartibli hosilasi, ya'ni tezlanishga teng. Mana shu hosila tarafdan ketadigan bo'lsak agar, xo'p, hosil olamiz. Bir marta hosil olsak, ikkala tarafdan s hosila v ga teng va u 2 oldiga tushadi. 20 ko'paytiruv t ga teng. Va tezlikdan ham hosil oladigan bo'lsak, 20 ta t dan hosil oladigan bo'lsak, bizda a tezlanish kelib chiqadi. 20 metr taqsim sekund kvadrat. Bu birinchi usul bu. Endi ikkinchi usul ayniyat yo'li bilan ketsak ham bo'ladi. Ikkinchi usul ayniyat. Birinchi usul nima bo'ldi? Hosila bo'ldi. Ikkinchi usul ayniyat. Ayniyatni nima qilamiz? Formula yozamiz. S teng 10t t kvadrat. Va yo'lning asosiy formulasini ham biz ma'ruzada o'tdik. V0t plus at kvadrat taqsim 2. Tezlanuvchan harakat uchun. Chunki mana bu yer plus turibdi. Endi faqatgina bizda mana shu formulani mana shu qatlami turibdi. Mana o'xshash. Ayniyatiga aynan moslik degan, to'g'rimi? Demak, V0 boshlang'ich tezligi 0 ga teng bo'lgan ekanda. Va xuddi shu holatga olib o'tamiz. Mana yuqoridagi formulani 2 ga ko'paytirib 2 ga bo'lib o'rsak, 20 t kvadrat taqsim 2 hosil bo'ladi bizda. T kvadrat taqsim 2 lar o'zi bir xil mana. A bilan mosi nima? 20. Demak, A 20 ga teng ekan. Demak, ushbu javob bizda D variantda keltirilgan. D variant. Demak, 48-masala shartida poyezd tinch holatda tekis tezlanuvchan harakat qila boshladi. Yo'lning 1-kilometrida tezlik 10 ga yetdi. Yo'lning 2-kilometrida tezlik necha metr taqsim sekundga o'zgaradi? Demak, biz o'zgarishini topishimiz kerak ekan. Avvalo o'sha 2 kilometrdagi tezlik topib olsak, o'zgarishni osongina ayirmadan topa olamiz. Nima bir xil? Tezlanish bir xil. Harakat tezlanuvchan. Tinch holatdan boshlangan harakat, demak, boshlang'ich tezligi 0 bo'lgan. Tezlik va tezlanish berganda yo'l topish formulasi S1 barobar V1 kvadrat taqsim 2a. Ana bu yerdan tezlanish topadigan bo'lsak, 1000 teng 10 ning kvadrati taqsim 2 ko'paytiruv a. 10 kvadrati
100. Mana bu yerda 2 ta 0 ketadi. Demak, bundan tezlanish kelib chiqyapti. A teng 1 taqsim 20. Endi 2000 kilometr. S2 barobar yana 0 dan hisoblaymiz. 0 dan hisoblash juda qulay variant. V2 ning kvadrati taqsim 2a. Mana bu yerdan demak, V2 ning kvadrati teng 2a ko'paytiruv s. Formuladan v ni topsak, mana bu kvadrat ikkala tomondan ildiz olsak kvadrat ketib qoladi. Demak, v barobar ildiz ostida 2 ko'paytiruv tezlanish bizda 1 taqsim 20 chiqdi. 1 taqsim 20 ko'paytiruv 2000 metr. 2000 ikkilar qisqarsa, bitta 0 ketsa, ildiz ostida 200. Ildiz ostida 200. 200 dan ildiz necha chiqadi endi? 196 bo'lganda 14 chiqardi. Demak, bundan v barobar 14,1 nechilardir chiqadi taxriban. Ana endi biz delta v ni topib qo'yamiz, ya'ni v2 ayru v1 ni 14,1 ayru 10. 4,1. Qaysi variant keltirilgan ekan? Bu javob E variantda keltirilgan ekan. Demak, keyingi masala 50-masalaga yetib keldik. Xo'p, sharti. Jism 1 metr taqsim sekund boshlang'ich tezlik bilan tekis tezlanuvchan harakat qilib, ma'lum bir masofani bosib o'tdi va 7 metr taqsim sekund tezlikka erishdi. Shu masofaning yarmida jismning tezligi qanday bo'lgan? Hozir sizlarga yo'lning o'rtasidagi tezlikni topish uchun formulani keltirib chiqaramiz. Ya'ni yo'lning birinchi yarmida demak, tezliklar berilgan, masofani topish formulasi s taqsim 2 teng ekan va x ning kvadrati minus v0 ning kvadrati taqsim 2a. Keyingi yarim uchun yo'lni topish formulasi s taqsim 2 barobar oxirgi tezlik va boshlang'ich tezlik bo'lyapti va x v kvadrat ayru v x ning kvadrati taqsim 2a. Tezlanish bir xil bu holatlarda. Endi mana bu s taqsim 2 ga mana bu s taqsim 2 demak teng kuchli, ya'ni teng. Tenglab boradigan bo'lsak v x ning kvadrati ayru v 0 ning kvadrati taqsim 2a teng bo'lar ekan. V kvadrat minus v x ning kvadrati taqsim 2a ga. 2alar qisqarib ketadi. Demak, mana bu yerdan v0 u tarafga, v x bu tarafga olib o'tadigan bo'lsak, chap va o'ng qismlarga 2v x ning kvadrati teng v kvadrat plus v0 ning kvadrati. V x ning kvadrati teng v kvadrat plus v0 ning kvadrati taqsim 2. Har ikkala tomondan ildiz oladigan bo'lsak, va x barobar ildiz ostida v0 ning kvadrati plus v ning kvadrati taqsim 2. Mana shu formula bizning ishchi formulamiz hosil bo'ldi. Endi ana shu formuladan har doim foydalanishingiz mumkin. Yo'lni o'rtasidagi tezlik so'rasa, ana shu formuladan foydalanib bemalol masalani hisoblashingiz mumkin. Va x barobar, demak, topib qo'yamiz misolimiz javobini. 1 kvadrati plus 7 ning kvadrati taqsim 2. 50 taqsim 2 ildiz ostida 25. Bundan demak 5 degan javob chiqib kelyapti. Demak, javob v x teng ekan 5 metr taqsim sekund.
Bizda bu javob keltirilgan D varianti. 53-masala shartida jism v0 boshlang'ich tezlik va o'zgarmas tezlanish bilan tekis sekinlanuvchan harakat qilmoqda. Jism qanday masofani o'tgandan so'ng tezligi 2 marta kamayadi. Demak, dastlabki tezligim v0 deb belgiladim va sekinlanuvchan harakat oxirgi tezligim boshlang'ich tezlikdan 2 marta kichik bo'lishi kerak ekan. Masofani topishimiz kerak ekan. Tezlanish va tezliklar berilganda biz masofani topish formulasini quyidagicha yozgandik. V barobar v0 kvadrat minus v kvadrat taqsim 2a. Demak, mana shu formula bo'yicha ketamiz. S teng v kvadrat ayru v0 kvadrat ayru v0 taqsim 2 ning kvadrati taqsim 2a. Demak, v0 kvadrat ayru v0 kvadrat taqsim 4 taqsim 2a. Uni mahraj beradigan bo'lsak, 4 ta v0 kvadrat minus v0 kvadrati taqsim 4 mahrajga tushadi. 2 ga ko'paysa 8a ga teng bo'ladi. Demak, 4 ta v0 dan v0 ayirib tashlaydigan bo'lsak kvadratlarni 3 ta v0 kvadrat taqsim 8a. Demak, shu masofani bosib o'tar ekan jism. A variantida keltirilgan ushbu javob. Xo'p, 54-masalaga yetib keldik. 54-masalada reaktiv samolyotga yerda 640 metr uzunlikdagi 3 yo'li talab qilinadi. Uning motorlari unga 5 tezlanish bera oladi. Samolyot faqat o'z motorlar yordamida tezligi 72 km/soat, ya'ni metr taqsim sekundga o'tkazadigan bo'lsak 20 bo'ladi. Bo'lgan avia tashuvchi kemada uchishi uchun kema palubasining uzunligi qanday bo'lishi kerak? Demak, kemaning uzunligini so'rayapti-da mana. 3 yo'lagi. Dastlab samolyot 0 dan boshlab, demak 3gacha bo'lgan masofa 640 ekan. Tezlanishi bor bizda. Oxir tezligini qaysi tezlikka erishganda ko'tarila oladi? Shuni aniqlab olishimiz kerak. Demak, buni topish uchun S teng v kvadrat minus v0 kvadrat qilishim kerak. Mana bu yerda v0 0ligi uchun v kvadrat taqsim 2a ga qo'yamiz. Mana shu yerdan v ni topamiz. Demak, 640 degan ekan v kvadrat taqsim 2 ko'paytiruv 5. 2 5 10 bo'lsa, ko'paytirsam 6400 dan ildiz oladigan bo'lsak, tezlik kelib chiqyapti 80. 80 metr taqsim sekund tezlikka erishsa, samolyot havoga ko'tarila oladi demak. Mana bu yer 80 ekan demak. Ana endi kema v0 tezligi bilan harakatlanyapti deb olsak ham bo'laveradi. v0 qo'ysak ham bo'laveradi mana bu yerga, chunki samolyotga boshlang'ich tezlik berib qolyapti-da. Aytaylik, jism 5 tezlanish bilan o'zi harakatga kelishi bor yoki odam otib yuborsa, qaysidir tezlik bilan boshlang'ich tezligi olib qoladi. Xuddi o'sha holat. Jism endi kema bilan bir jismdek harakatlanyapti, ya'ni boshlang'ich tezlik bilan harakatga kelyapti. Boshlang'ich tezlik necha ekan? Demak, 20 metr taqsim sekund. 20 metr taqsim sekund boshlang'ich tezlik bilan harakat boshlabdi va oxiri 80 metr taqsim sekund bo'lganda u yuqoriga harakatlanadi, ya'ni ucha boshlaydi. Endi qancha vaqt kerak shunga? Vaqtini topsak bo'ladi. Vaqtini topib v teng v0 plus at. Eng qulay formula shu. Tezlikdan ketsak osonroq hisoblaymiz. 80 teng 20 plus a o'rnida 5 ko'paytiruv t. 20 o'tkazsak bu tomonga 60 teng 5 ta t ga. Bu yerda vaqt topsam 12 sekund bo'lyapti vaqtimiz. 12 sekund. Demak, kemada harakatlansa 12 sekundda ko'tarilar ekan. 12 sekundda endi kemaga nisbatan
samolyotni tezligini olishimiz kerak. Kemaga nisbatan deganda, kema ham o'sha harakatlanyapti. Kemaga nisbatan nisbiy tezligini olishimiz kerak. Ya'ni kema bilan birgalikda 20 boshlang'ich tezligini samolyotga qo'shmaymiz. Sababi o'zi kema ham harakatlanyapti, samolyot ham harakatlanyapti. Shuning uchun ajratib olamiz samolyotni harakatini kemadan. Ya'ni boshlang'ich tezlik bermaymiz samolyotga. L mana bu yerda L deb belgilash kiritsak, L teng AT kvadrat taqsim 2. Mana shu formulaga qo'yish kifoya. 5 ko'paytiruv 12 ning kvadrati taqsim 2. Hisob kitob qiladigan bo'lsak buni 5 ko'paytiruv 144 taqsim 2 qisqartiradigan bo'lsak, bunga bitta, bunga 72 ta. Demak, 72 dan 5 tasi 360 metr. 360 metr yo'lak kerak bo'lar ekan. Bizga bu B variantda keltirilgan. 71-masalada, xo'p, agar 71da boshlang'ich tezliksiz tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan jismning 29 va 48 sekundlardagi ko'chishlari nisbatini toping. Sn formula bor edi bizda. Kecha ma'ruzada o'tdik buni. Sn barobar V0 plus minus H taqsim 2 ko'paytiruv 2n minus 1 edi formulamiz. Demak, V0 nolligida formula o'zgaradi. Demak, bizda Sn barobar A taqsim 2 2n minus 1 formulaga o'zgaradi. Mana shu formulaga ko'ra S29 bilan S48 topamizda nisbat olib qo'yamiz xolos. Demak, S29 degan ekan. Xo'p, tezlanishlari bir xil. A taqsim 2 olib ketaveramiz. A taqsim 2 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 29 minus 1. S48 teng A taqsim 2 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 48 ayruv 1 nisbat. A taqsim 2 lar qisqarib ketadi. Bizda S29 taqsim S48 teng bo'lar ekan. Demak, 29 dan 2 tasi 58, biri ersam 57 taqsim 48 dan 2 tasi 96, biri ersam 95. Xo'p, qisqartiramiz endi. Demak, 19 ga qisqartirsak bo'ladi. 57 dan 19 ga bo'lsak 3, 95 19 ga bo'lsak 5, 3 taqsim 5 degan javob chiqyapti bizda. U C variantda keltirilgan. Demak, 76-masalada elektr poyezd 12:00 da jo'nab ketish kerak. Yo'lovchining soati 12:00 bo'lganda elektr poyezdning oxiridan oldingi vagoni uning yonidan o'ta boshladi. Agar bu vagon 10 sekundda, oxirgi vagon esa 8 sekundda o'tgan bo'lsa, yo'lovchining soati necha sekund orqada qolgan? Aytaylik, yo'lovchi mana bu yerga joylashdi mana. Shu yerdan kuzatyapti. Kelgan vaqtda demak, ikkita vagon ortib qolgan, undan oldingilari o'tib ketib bo'lgan. Demak, T vaqtda o'tib ketgan. Qaysi uzunlik o'tib ketgan? Ikkita vagon ayirib tashlayman. Har bir vagon uzunligini L deb oladigan bo'lsam, chap tarafda 2L turibdi, bu tarafda n-2 ta vagon. Ko'paytiruv L, ya'ni n-2 ko'paytiruv L teng. Demak, boshlang'ich tezligi yo'q bo'lgan A T kvadrat taqsim 2 vaqtda o'tib ketgan bu. Endi keyingi holatda mana bu bitta vagoni, ya'ni ikkinchi vagon oxiridan 1 2 qilib qo'yaylik. Oxiridan ikkinchi vagoni, demak, 10 sekund vaqtda o'tdi. U tarafda T vaqt sarflab bo'ldik. Endi 10 sekund qo'shamiz vaqtga va
uzunligi hisobga olayotganda bitta vagon ayirib tashlaymiz n ta vagondan. n-1 ko'paytiruv L barobar, demak, A taqsim 2 ko'paytiruv vaqti buni t plus 10. T plus 10 ning kvadrati. Demak, keyingi vagon esa oxirgi vagon 8 sekund o'tibdi. Demak, yana vaqt qo'shilgan. Ya'ni qaysi vaqtga qo'shilgan? T plus 10 ga yana 8 sekund qo'shib bersam, T plus 18 bo'ladi. Jami vagon o'tib ketganda n ko'paytiruv L. N ko'paytiruv L teng bo'lar ekan. A taqsim 2 ko'paytiruv T plus 18 ning kvadratiga. 3 talik sistema bo'ldi. Ana endi diqqat bilan qaraymiz. N ta vagondan n- bittasini olib tashlasak, bitta vagon qoladi. Bitta vagon uzunligi L ga teng. Demak, ayiramiz. N ko'paytiruv NL dan n-L da ayirib tashlasak, bizda mana bu yerda hosil bo'lyapti. L uzunlikdagi vagon hosil bo'lyapti va A taqsim 2 ni olib chiqib ketsak bo'ladi ikkala holatdan. Demak, T plus 18 ning kvadrati ayiruv T plus 10 ning kvadrati. Mana shu formula hosil bo'ldi bizda. Endi diqqat qilamiz. n-bitta vagondan n-ikkita vagonni olib tashlasak, mana 1 ga 1 ayirib tashlaydigan bo'lsak, bizda bitta vagon ortib qoladi. Demak, mana bu birinchi va ikkinchi sistemadan ham o'zaro ayirmasini hisoblaymiz. Ikkinchisidan birinchisini ayiradigan bo'lsak, bunda ham L uzunlikdagi vagon qolib ketadi. Demak, L barobar ikkovidan A taqsim 2 ni olib chiqib ketsak bo'ladi. A taqsim 2 chiqib ketadigan bo'lsa, tashqarisiga T plus 10 ning kvadrati ayiruv T ning kvadrati qolyapti bizda. Demak, har ikkala L o'zaro teng kuchli. Ya'ni mana bu formula bilan pastdagi formulani tenglab olsak bo'ladi. Tenglaymiz. L ni L ga tenglaymiz. Ya'ni A taqsim 2 ko'paytiruv T plus 10 ning kvadrati ayiruv T ning kvadrati teng bo'lishi kerak. A taqsim 2 ko'paytiruv T plus 18 ning kvadrati ayiruv T plus 10 ning kvadrati. Demak, A taqsim 2 lar bir xil bo'lganligi uchun qisqartirib olsak bo'ladi. Qisqartiradigan bo'lsak, bizda T plus 10 ning kvadrati ayiruv T ning kvadrati teng T plus 18 ning kvadrati ayiruv T plus 10 ning kvadratiga. Mana bu yerda o'rtasini bitta plus bitta minus ochamiz va mana bu formulani bitta plus bitta minus ochamiz. Demak, T plus 10 minus T minusliga ochdik. T plus 10 plus T plusliga ochdik. Endi bunisi ham xuddi shunday. T plus 18 minus T minus 10 T plus 18 plus T plus 10. Bitta plus bitta minus ochdik o'rtani. Endi hisob kitob T dan T ni ayirib olsak yishib ketyapti. 10 ko'paytiruv 2T plus 10 teng. Mana bu yerda T lar yishib ketsa 18 dan 10 ni ayirsak 8 ko'paytiruv 2T plus 28. Mana bu ikkalasidan ham 2 ni olib chiqib ketsak bo'ladi. 10 ko'paytiruv 2 T plus 5 teng 8 ko'paytiruv 2 T plus 14. T plus 14. Demak, ikkilar qisqaradigan bo'lsa, bu ikkovini ham qisqartirsak bo'ladi. Bunga 5 ta 2 ga qisqartirsam, bunga 4 ta. Demak, davom etamiz. 5 ko'paytiruv T plus 5 teng 4 ko'paytiruv T plus 14. Demak, xatma-xat ko'paytiradigan bo'lsak bo'ladi. 5 ta T plus 25 teng 4 T plus 4 kare 14. Demak, 56. 4 tani bu tarafga, 20 shu tarafga olib o'tib ketsak, T teng 56 dan 25 ayiryapmiz. Demak,
1, 3, 31. Biz ham aynan ana shu t vaqtni topishimiz kerak edi. 31 sekund. Javobi. Demak, bizda bu variant javob. Variantda keltirilgan bu javob. 77-masalada jism dastlab 6 sekund davomida 4 tezlik bilan tekis, so'ngra 3 sekund davomida 2 tezlanish bilan tekis tezlanishda harakatlandi. Jism harakat yo'lining uzunligini toping. Demak, xo'p, dastlab v0 tezligi bo'lgan buni 4 metr taqsim sekund. Harakatlandi. 6 sekund vaqt ichida harakatlandi. Tekis harakatlandi. S1. So'ngra mana shu v0 tezligimiz bilan to'r bilan harakat boshladi hisoblaymiz. Ikkinchi holatda t barobar 3 sekund vaqtda a teng 2 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan S2 masofani bosib o'tdi bu. S2 masofa. Umumiy masofani so'rayapti. L deylik. Yoki S umumiy desangiz ham bo'laveradi. Mana bu yer tezligi o'zgargan. Xo'p. L teng S1 qo'shuv S2 qilsak bo'ladi. S1 tekis harakat bo'lganligi uchun v ko'paytiruv t. V0 t. 4 kara 6. Demak, 24. Endi S2 barobar v o'rtacha ko'paytiruv t dan ketsak osonroq bo'ladi. V0 plus v taqsim 2 ko'paytiruv t. Endi mana bu yerdagi tezlik topishimiz kerak. V teng v0 plus at formulaga qo'yadigan bo'lsak, v teng v0imiz 4 plus 3 ko'paytiruv 2 10. Demak, oxir tezlik 10 ekan, boshlang'ich tezlik 4. 4 plus 10 taqsim 2 ko'paytiruv o'zini vaqti 3. Demak, qo'shib 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 7 kara 3 bizda 21 bo'lyapti. Bu S2 21. S1 24 edi. L barobar 24 plus 21. Demak, 45. Bizda bu javob A variantda keltirib o'tilgan. 86-masalada moddiy nuqtaning harakat tenglamasi x barobar -3 plus 2t plus t kvadrat. Ko'rinishda berilgan t barobar 3 sekund vaqtdagi nuqtaning oniy tezligi qanday bo'ladi? 86da hosiladan ketsak osonroq bo'ladi. -3 plus 2t plus demak t kvadrat. T barobar 3 dagi demak tezligini so'rayapti. Tezlik koordinatadan bir martalik hosila vaqt bo'yicha demak tezlikka teng hosil olamiz har ikkala tarafdan. Hosil oladigan bo'lsak, x hosila demak v barobar sondan hosila 0 plus 2t dan hosila 2 plus t kvadratdan hosila 2t. Mana bu yerga vaqt topib kelib qo'yamiz endi. V barobar 2 qo'shuv 2 ko'paytiruv 3 8 metr taqsim sekund. Demak, bizda bu javob D variantda keltirilgan. 91-masala nuqtaning harakat tenglamasi x barobar -10t plus 0,4t kvadrat. Ko'rinishiga ega shu harakatning tezligi vaqtga qanday bog'langan? Hosil olish qulayroq usul. X barobar -10t plus 0,4t kvadrat. Demak, mana shu ko'rinishga ega ekan. Koordinata ko'rinishi. Mana endi x dan hosili vaqt bo'yicha bir martalik tezlikka teng. Demak, hosil olamiz. Hosil oladigan bo'lsak, -10t dan hosila -10 plus 0,4 ko'paytirib 2 oldiga tushadi. Ko'paytirish bo'lib 0,8 t. Darajadan 1 ayiramiz. -10 plus 0,8 t. Demak, bizda bu javob ekan. 91-masala. Endi 93-masala.
93 ga qaraydigan bo'lsak, demak, jism harakat tenglamasi x barobar 3 plus 8t minus t kvadrat. Ko'rinishiga ega jism tezligi 0 ga teng bo'lguncha qanday yo'l o'tadi? Demak, tezlik 0 ga teng bo'lishi uchun tezligi 0 ga teng bo'ladigan vaqtni aniqlab, keyin yo'l topsak bo'ladi. X dan bir martalik hosila v ni beradi. Demak, biz mana bu formuladan bir martalik hosil olamiz. Mana shu yerda hosil olursak bo'ladi. Hosil oladigan bo'lsak, 3 dan hosila 0, 8 dan hosila, demak 8 ayru t kvadratdan hosila 2t. Va mana bu holatda tezlik 0 ga teng deymiz. Ya'ni v o'rniga 0 yozamiz. 0 yozsak 2t chap tarafga o'tyapti. 2t teng 8t barobar qisqaradigan bo'lsa 4 sekund. 4 sekundda tezlik 0 ga teng bo'lar ekan. Qanday masofa bosib o'tadi? Demak, x teng x0 plus s ta o'rnida mana bu ifoda kelyapti. Demak, s barobar 8t minus t kvadrat. Mana bu x0. Buni qo'shib olishi yo'q. Hisob-kitobga qo'shilmaydi bu. Demak, 4 ni vaqtga olib kelib qo'ysak, 8 ko'paytirib 4 ayru 4 ning kvadrati. 8 kara 4 32 ayru 16. 16 metr masofa bosib o'tyapti. S javob. Demak, 7-mavzu tahlili yopildi.